Ne bu? Hali olmayapti. Xudo xohlasa, mashinamizni boshladik. Isitamiz. O Bom. Eu. Aham. Bem, o balão que ele está vendo aí, na caça. Siamo allora. Labo'ysin yana. Labo'y bormikin buni? Zapchasi. Ularni topamiz. Namanganga zakaz qilamiz, bo'lmasa? Ha, buniki bu. Ha? Zavod chiqaryapti. Qanaqasi bo'ladi-da? Pul beradi, aytgani qiyin, stilingni. Mashinamiz mana dvigateli, motori, Tiko motor, tayyor bitta kalitga yonadigan. Tiko motor, ishlayotgan motor. Korobka hamma yo'q, zbor turibdi. Buni generator hisobiga qo'yib berishgan ekan. Motorni ham xudo xolasa olamiz. Go'zal ekan. Yo'q, sosteniyasi yaxshi ekan. Buni endi olib chiqib bir qator yuvib tozalab, mo'yka qilib sar ko'chaga. To'roqsi bor yo'q-a uni. Yo'qib ketgandi. Buni lekin rasxoti kattadan unda uzoq sayohatga chiqib bo'lmaydi. O'zi bu mashina 17 shunaqa diska, Captiva diskada yurgan. Endi biz 17 qo'ymaymiz, chunki rasxoti ko'payib ketadi. Biz yo 14, 13 qo'yamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa balon qo'ysak, rasxot ozayadi, keyin uzoq sayohatga yaxshi yuradi. Sal ozgina hozir уже telefon bo'lyapti, kechalik qo'ygan videodan keyin. Buni hozir bugun qatta video qilib, ko'chalarga aylantirib, mo'yka qilib, sen уже telefon boshlanaveradi. Qo'shamiz. Chiri joyi yaxshi kam ekan. Sidina. Sidina bir narsa savolamiz ekan. Balon mahidan turardi, qancha turardi? Boshqa mashinaniki ekan-ku. Qaysi? Mana bu. Yo'q-a. Jiguli o. Nima sen qizlardan ko'ra mashinani afzal ko'radiganlardanmisan? Men istalgan modeldagi go'zal shaklga baho bera oladiganlardanman. Xo'sh, mashina borasida hammasi tushunarli. Boramiz dedingmi? Ana boramiz. Yerda yvolib yurarmish, qo'l uchini berarmish, o'z holiga qaramay, o'zgalarga kularmish, bir so'mi yo'q boyvachcha. Motori, Tiko motor, tayyor bitta kalitga yonadigan. Kreditga minmagan, oy maskani taqvogani, bir so'mi yo'q boyvachcha. Bu mashina 17 shunaqa diska, Captiva diskada yurgan. Endi biz 17 qo'ymaymiz, chunki rasxot ko'payib ketadi. Biz 14, 13 qo'yamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa balon qo'ysak, rasxot ozayadi, keyin uzoq sayohatga
yaxshi yuradi. Kuni yo'q, ichki kiyimi yo'q, yiritkayam puli yo'q, bir so'mi yo'q, boyvachcha. Bir tiyini yo'q, boyvachcha. Dünya meniki deydi, davron meniki deydi, o'zi qarzga osh yeydi, boy kulturli boyvachcha, bir so'mi yo'q, boyvachcha. Buni ertaga olib ketamiz. Ha, sotmaydingizmi? Yo'q, labo ketadi-da, hozir boshqa joyga ketamiz. Prinsipi, yurishi gap so'z yo'q. Hadovoy tomonlama ham mashina o'ta go'zal. O'zi o'tib ketayotgan odamlar ham shunaqa reaksiya bildiryapti. Va inshaalloh bitta bo'ladi. Bu mashinada Turkiyaga emas, juda ko'p davlatga boramiz. Eng qizig'i, Instagramga qo'ygani bizni videolarimiz ko'payib, kattalashib ketyapti. Shu YouTube kanaliga o'tsanglar, sizlarga qiziq, sizlarga hamma ma'lumotlarni, nima ish qilinyapti, nima qilindi YouTube'ga to'liq qo'yib boramiz. Qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa, keyingi sayohatlarda bundan ham qiziq holatlar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Turkiyaga yaxshi borib keldi, Turkiyaga. Tablosini ham tik qo'ygan. Akalar, xudo xolasa mana kelib oldik. Chayni qarang. Jigarim, bu 4 yilga chayni. Mo'ka qilamiz. Hozir xudo xolasa keyin servizga olib boramiz. Buni spet qilib tezlashtiraverasiz. Chetga boramiz. Tep boramiz. O'zi tezlashtirasiz, bo'ptimi? Motori bor-a? Oldiga. Ketdi. İçken ne var? Oxiri tegdi laboga. Mashinamizni mana tortgani bahonaga qo'yyapmiz. Yo'q, tursanglar xudo xolasa tez orada aylaveramiz, tezlatveramiz. Mikrofon yok. Shukr bo'lsa. Hop, mashinamizni tortadigan joyiga qo'ydik. Xudo xolasa bugun tortib, mashinamizni oldilarini keltirib qo'yamiz. Mashinamizning ishi boshlandi. Oshib ketsa, biz planlashtiryapmiz. 1 oy ichida mashinamizni tayyorlaymiz. Pomning salonlarini ham go'zal qilib,
neobычный qilib, xudo xohlasa sayohat bob qilib tayinlaymiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha odam ko'rganda, gap yo'q deydigan mashinalarimiz. Vaqt turasizlar. Tirsotga. Ozgina yetadi. 5 sekund. Ashellari qilib bo'ladi. Oyog'ingga tushgan. Yana? Bo'ldi. Ha? Kesib yuboraylik desam, yo'q, kesmasdan tortib yuboramiz deyapti. BYD kuchini sinaymiz. Xudo xolasa kuzatib olsanglar, post qo'yamiz. Oldindan baylab turib olib BYD. Tortib yuboradi deyapti. Borib turib orqasiga urilmaydi, nima deb o'ylaysizlar? Xudo xolasa mashinamiz oldilarini, rextovkalarini qo'yganmiz. BYD qo'ygan. Tortib turib hozir oldini keraksiz joyini tortganda chiqib ketadi, o'zi chirib, ana qilib topdi deyishyapti. Nima ham deymiz? Tortib ko'ramiz. Oldini keraksiz joyini уже ovoryapmiz. Nima deysizlar? Bo'ldi, chiqib ketdi. Xudo xolasa mashinamizni oldini kesib ovardik. Bo'ldi. Mashinani oldini keraksiz joyini tortib chiqarib Xudo xolasa oldiga 12 kuzov zakaz qilganmiz. Akalarimiz bor edi, orqadan ozgina yegan kuzovimiz bor ekan. Shuni zakaz qilishgan. Boshqatdan keldi. Karnizini qaranglar, chirib ketgan shpagilovkadan yasalgan ekan. Ko'p joyi shpagilovkasi qalan ekan. Uni xudo xolasa kesib qo'yamiz. Shpagilovkadan. Qalinligini qaranglar. Bo'ldi, ko'p olmaydi. Urgan, qo'yib urgan.
bo'ladi. O'tadimi? Bunga ishlay olmaysan. Chiroylilar. Tunde dalada bizning balдар har bir salada ko'cha aralab tutun arada jurimiz qalada tunde dalada bizning balдар har bir salada ko'cha aralab tutun arada jurimiz qalada Тёлки, синие мигалки после тренировки отдыхаю в раздевалке. Молодые волки крутят зажигалки. С пацанами раньше собирал. Qiyinchilik paytida sizga yordam uchun cho'zilgan bitta mehribon qo'l shu muvaffaqiyatga erishganingizda qarsak chaladigan ikkita qo'ldan yaxshiroq.